Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari, hurmatli abituriyentlar, aziz ota-onalar. Bugungi brifing orqali sizlarga oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlari kirish test sinovlari bo'yicha abituriyentlar tomonidan ko'plab berilayotgan savollarga javob berib o'tamiz. Demak, birinchi savol: ro'yxatga o'tish uchun to'lovni qachon amalga oshirish kerak degan mazmunda savol kelib tushgan. Albatta, test sinovlarida ishtirok etish uchun belgilangan to'lov hujjat topshirish jarayonida amalga oshiriladi. Ya'ni to'lov tasdiqlangandan so'ng ariza yakuniy holatga keltiriladi. Qonunchilikda belgilangan ayrim toifadagi fuqarolar esa, demak, test sinovlari to'lovidan ozod etiladi. Keyingi savol: telefon raqami boshqa shaxs nomida bo'lsa, ro'yxatdan o'tish mumkinmi degan mavzuda savol kelib tushgan. Ha, albatta mumkin, lekin muhimi bu yerda bir narsaga e'tibor berish kerak. Telefon raqami doimo faol bo'lishi kerak va SMS tasdiqlash kodini qabul qila olishi kerak. Chunki shaxsiy kabinet bilan bog'liq barcha muhim xabarlar ushbu raqamga yuboriladi. Ammo abituriyentlar imkon qadar o'zining nomidagi telefon raqamidan ro'yxatga o'tishini tavsiya qilib qolamiz. Navbatdagi savol: fanlar majmuasi noto'g'ri tanlangan bo'lsa, uni o'zgartirish mumkinmi degan mavzuda savol kelib tushgan. Ha, albatta mumkin. Faqat hujjat topshirish muddati tugagunga qadar, ya'ni 25-iyunga qadar fanlar majmuasini tahrirlash mumkin bo'ladi. Muddat yakunlangandan keyin esa hech qanday ma'lumotlarni o'zgartirishga ruxsat etilmaydi. Keyingi savol: ariza muvaffaqiyatli qabul qilinganini qanday bilsam bo'ladi degan mavzuda savol kelib tushgan. Ariza muvaffaqiyatli yuborilgach, bu haqda ma'lumot shaxsiy kabinetida aks etadi. Shuningdek, ariza holatini istalgan vaqtda kabinet orqali, demak, kuzatib borishi mumkin bo'ladi. Navbatdagi savol: test topshirish hududi sifatida boshqa viloyatni tanlash mumkinmi degan mavzuda savol kelib tushdi. Ha, albatta mumkin. Bunda abituriyent test sinovini qaysi hududda topshirishini o'zi mustaqil tanlaydi. Bunda yashash manzili bilan test topshirish hududi bir xil bo'lishi, demak, shart emas. Navbatdagi savol: joriy yil maktab bitiruvchilari attestat ma'lumotlarini kiritishi kerakmi degan mazmunda. Yo'q, joriy yil bitiruvchilari attestat ma'lumotini kiritish shart emas. Maktab bitiruvchilari ma'lumotlari yoki kasblar maktabi akademik litsey ma'lumotlari davlat axborot tizimlaridan avtomatik olinadi. Shu sababli attestat yoki kasblar maktabi diplomi yoki akademik litseyda tugatgan to'g'risida diplomining ma'lumotlarini bu yil bitiruvchilar qo'lda kiritishi shart emas. Navbatdagi savol: ariza yuborilgandan keyin telefon raqamini almashtirish mumkinmi degan mavzuda savol. Ha, agar zarurat tug'ilganda shaxsiy kabinet orqali telefon raqamini almashtirishga ruxsat etiladi. Buning uchun yangi telefon raqamiga yuborilgan tasdiqlash kodini kiritish kifoya etiladi. Demak, navbatdagi savol: ro'yxatdan o'tish muddati tugagandan keyin hujjat topshirish mumkinmi degan mavzuda savol kelib chiqdi. Yo'q, mumkin emas. Chunki belgilangan muddat tugagach tizim avtomatik ravishda yopiladi va yangi arizalar, demak, qabul qilinmaydi. Shu sababli hujjatlarni oxirgi kunga qoldirmasdan ro'yxatga o'tishlaringizni tavsiya qilamiz. Navbatdagi savol: ro'yxatdan o'tishda imtiyozlarni alohida yuklash kerakmi degan mazmunda. Deyarli barcha imtiyozlar tegishli davlat tashkilotlarining axborot bazalari bilan integratsiya qilingan bo'lib, abituriyentda imtiyoz mavjud bo'lsa, u shaxsiy kabinetida, demak, avtomatik aks etadi. Shu sababli ko'pchilik imtiyozlar bo'yicha qo'shimcha hujjat yuklash talab etilmaydi. Biroq ayrim hollarda imtiyozga oid ma'lumotlarni qo'shimcha tasdiqlash yoki vakolatli tashkilotga murojaat qilish zarurati bo'lib qolishi mumkin. Navbatdagi savol: ro'yxatdan o'tishda ta'lim shaklini tanlash mumkinmi degan mazmunda savol kelib tushdi. Aynan birinchi ro'yxatdan o'tishda ta'lim shakli tanlanmaydi. Ro'yxatdan o'tishning birinchi bosqichida, demak, abituriyentlarimiz faqat fanlar majmuasi, ta'lim tili hamda test sinovini topshirish hududini tanlaydi. Ta'lim shakli, ya'ni kunduzgi, kechki, sirtqi yoki masofaviy ta'lim shakllarini va ta'lim yo'nalishlarini tanlash esa test sinovlari respublika bo'yicha to'liq yakunlangandan so'ng qabulning, demak, ikkinchi bosqichida bu jarayon amalga oshiriladi. Navbatdagi savol: shaxsiy kabinetda parol unutilsa nima qilish kerak? Agar parol tiklash xizmati yo'lga qo'yilgan, demak, parol tiklash xizmati orqali shaxsiy kabinetga kirib, yangi parol o'rnatish mumkin. Agar telefon raqamiga ham kirish imkoni bo'lmasa, agentlikning hududiy bo'limlariga, demak, abituriyentlarning murojaat qilishi mumkin. Shu o'rinda agentlikning Sirdaryo viloyati bo'limi manzilini eslatib o'tmoqchimiz. Guliston shahar 4-mavze Buyuk kelajak massivida joylashgan, ya'ni Yoshlar markazi binosining old tomonida joylashgan bilim va malakalarni baholash agentligi Sirdaryo viloyatining bo'limi hisoblanadi. Demak, navbatdagi savol: hujjat topshirish uchun yashash joyidagi hududiy bo'limga yoki
oliy ta'lim tashkilotiga borish shartmi yoki shart emasmi degan mazmunda. Demak, borish shart emas. Oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirish uchun hujjatlar my.uzbmm.uz sayti hamda Yagona interaktiv davlat xizmatlarining my.gov.uz sayti orqali demak onlayn tarzda qabul qilinyapti. Shu sababli hujjat topshirish uchun agentlikning hududiy bo'limlariga yoki o'sha viloyatda joylashgan oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirish uchun borish shart emas. Biroq hujjat topshirish jarayonida qiyinchilikka duch kelgan abituriyentlarimiz agentlikning hududiy bo'limlari yoki hududdagi oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilgan maslahat markazlariga murojaat qilishlari mumkin. Demak, navbatdagi savol hujjat topshirish uchun kompyuter bo'lishi shartmi degan mazmunda. Demak, ro'yxatdan o'tishda mobil telefon, planshet yoki kompyuter orqali amalga oshirilishi mumkin. Muhimi internet tarmog'iga ulash imkoniyati bo'lsa bas. Hurmatli abituriyentlar, brifingning so'ngida eslatma sifatida aytib o'tishimiz joizki, bilim va malakalarni baholash agentligida korrupsiyaga yo'l qo'yilmaydi. Agar siz test sinovlari bilan bog'liq har qanday korrupsion holatlarga duch kelsangiz, agentlikning korrupsiyaga qarshi kurashish ichki nazorat bo'limiga ishonch telefon raqamiga, ya'ni 95 kodi bilan boshlanadigan 199 19 14 raqamli ishonch raqamiga yoki kal markazga, ya'ni 1195 qisqa raqam bilan boshlanadigan kal markazga murojaat qilishlaringizni so'rab qolamiz. Shuningdek, bilim va malakalarni baholash agentligi Sirdaryo viloyati bo'limi jamoasi abituriyentlarimizga test sinovlariga puxta tayyorgarlik ko'rishlarini hamda o'z bilimiga ishonib test sinovlarida ishtirok etishlarini talab qolamiz hamda mazkur test sinovlarining natijalarini yuqori to'plab talabalik baxtiga muyassar bo'lishlaringizni tilab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.